Yol bir yerde kengayadi shukra. Yol bu taraf, iki tarafdan azgina kiramiz. Yol kengayadi, kalasa kengayadi. Освещение o'zgaradi. Bozor aymog'i tartibga solinadi. Bozorning oldida hozir borib ko'rsangizlar, juda oshnarlar bo'ldi. Bu endi ishi. Biz ishinde buna narsalarda olib tashlaymiz umuman. Bu pazar apasini bugungi kunning talabidan javob bermaydi. Shuning uchun bozor o'z oldina kredit mablag'larni olib, bozorda qurilishini boshlaymiz. Yaqin kunlarda boshlaymiz. Buni ham bozorning oldindagi stoyanka, bilasizlar, Xo'jayli rayonuna ketadigan shu marshrut jo'nalishlarining bugungi kunda holati juda achinarli joyda. Biz shuning uchun bu tarafdagi ham stoyankaga qaralarmiz, ham bu tarafga shu taksi bo'lmasam fuqarolarimizni tasdiqlab jo'nalish taksilarini qulay sharoit yaratamiz. Ya'ni aytganda stoyanka bo'ladi, tartibli stoyanka, sharoitlarga ega. Ham nima yo'limiz bilasiz, yildan-yilga mashin avtotransport ko'payyapti, xalqning жасау sharoiti yaxshilanib, shuning uchun biz soni hisobga olib, kelajakda hisobga olib, bu yo'lda ozgina ikki tarafdan kengaytamiz. Shuhrat, shuning uchun bizda ozgina biz buna teraklarimiz o'sha bugun ya saya bermaydi, bugun kunda o'zining жасау muddatini o'tib qolgan teraklarimiz bor, ayrim teraklar. Derlik bosim ko'pchilik teraklarga ziyonimiz tegmaydi, albatta u hisob kitobimiz qilganmiz. Onun hesap kitapları tölemedi. Hammasi nizam tekanini alып boriladi. Ekologiya komiteti ko'rib chiqdi. Tek qana bizga bir narsa, shu ertangi kuni xalqimizda qanday masala bo'lyapti, buni bunday nizomsiz yoki qanday kerakli olib tashlab holatlar uchramasin degan maqsadda sizlar orqali shu xalqimizga to'g'ri yetkazuv. Ham shu yaxshi ko'rinishga olib keldi. Ya'ni bizning aymog'imizdagi bu 26-chi rayon deymiz, 20. Shu KSSP'dan boshlab Arg'is Bayterak KSSP'ga chekimni aralықтағы yo'lni kengaytamiz. Ham Bayterak makon proложениya olib surish yo'ldi. Buradan turib bu tarafga qaray, Bo'ynaqal'a tarafga qarab Karmashk deydi. Karmashkdan to'liq olib chiqib saz holatda bugun ko'rib turibsizlar, hozir holatimiz nizomsiz qurilishlarning juda ko'p, tartibsiz avtotransportlarga joylashib, bu avariyalarga olib keladi. Odamlarga qulaylik olib kelmaydi, birinchi navbatda hech qanday sharoit yo'q. Shu sharoitlarning barlig'ini yaratib, bu ko'chani bugungi kun zamonlasa ko'chaga olib chiqib rejalashtiryapmiz. Shu rejamizda yaqin kunlarda boshlaymiz. Sizlarga iltimos qiladi, buni xalqimizga to'g'ri yetkazib, ertangi kuni shu xalqimizga yaxshi xizmat etadigan, ham probkaning oldini oluvchi, qal'aga kiraverishimiz ham qulaychilik bo'lib turmasligi uchun, ham kiraverishimizni kengaytib, yaxshi chiroyli bir poyezdli ko'chaga aylantiramiz. Shuni bir sizlardan iltimos qiladi, buni xalqimizga to'g'ri yetkazilsa, bu hurmatli boshlarimiz yo'qolib Ministerlik kengaysa, yuqori kengash bilan kesimli turda olib borilayotgan жұмысlar. Savollar bo'lsa marhamat. Endi bir екі so'rov bor. Birinchi qarzdandırу nening hisobidan? Qarzdandırу shu byudjet mablag'lari ham o'zimizdan, ham bozor tarafimiz, bozor administratsiyasi tarafidan proyektini tasdiqlab chiqildi. Bozor tarafini shu bozor qurish uchun kredit alınadi. Shu kredit hisobidan avtostoyanka, ham bozorning o'zining topgan pullarining hisobidan avtostoyankasi, kredit hisobidan bozorda ishik tartibida mana ishlar kompleksimiz quriladi. Sebep hozirgi kunda bozorda holat ko'p turishlar, ahvollari hech qanday talabga javob bermaydi. O't xavfsizligi to'liq kelib chiqadi. Ularga eskirtib xatlar berilgan, burungi holatdagi zatlarni olib chiqqan holda bugun buni holatga kelib rejaga kiritildi. Ikkinchi so'ram, hurmatli hokim og'a, yaxtlandırу. Yaxtlandırу Yo'lda.
eski жарықтандырулар толық алып тасталынады. Жаңа бүгінгі күндегі жарықтандырулар орнатылады. Бұл енді басқаша алып барылады да, Бірінші біз жолды тәртіпке келтіреміз, базар тәртіпке келтіреміз, ondan соң барып жарықтандыруларды толық алмастырып барамыз. Buna bir faizli köşeyi aylandıramız. Sebepleri ispiyonun sübyektleri var, ispiyonun sübyektleri için hem kolay hem şıray. Tek memleket tarafından emas, ispiyonmenlerimiz tarafından menimce bunday holatda turgandan ko'ra bir shariatga yaxshi olib kelsak, baribir qalamizni, qalada madaniyatni ko'rsatishimiz kerak. Ал тағы бір коммунал қолайлық канализация бола ма біздің жерде? Бұл жерде, bu yerдің kanalizasiyası мәселе жоқ. Біздердің мәселеміз жолды кеңейту, айрым теректерімізді есептауын қылғанбыз, оны низамлы түрде бір айнадан арза беру арқылы пулдар төленіп әмелге асырылады. Рахмет. Енді аз көріп тұрсыз ғой, атамды бір көрсетсеңіз болады, базардың алдындағы халатты көрсетсеңіздер болады. Жүзде ашылар бар. Неше жылдардан бері істелмейді, соны әмелге асырылып, тиісті қанегелермен бияқ жолда, проект көрдіңіз ғой, бүгінгі күнде 4 баласы, бізде 6 баласы бар. 6 баласы ауылда болды. Biz buna Bayterek makam kolajının kesişmesi var mı? Radımda gidelim. Hava. Şuradan sel götürümüz, şöyle barıp toktayımız bize, birinci etapımız. Keyin şeyde bize köprüge şekerin aralıkta basış tartip yapıp gelemiz. Keyin tüm bölümüne deyin köşelerimizden kengeytip, senin şuradan falan transportasyon yollarında havarımızda. Keyin aslında bize bu mostumuz, köprümüz. Şöyle yeni propunun aldığını alır. Şöyle bize bir yakam ayrılmalardan yolga düşüremiz. Bir yerde turgan maşina yana ayrılıp o'tkazsa bo'ladi. Eng tekarg'i bizga avtotransport juda bu 2 köprümüz bo'lsa bo'ladi.